Assalomu alaykum do'stlarim. Like bosib charchamaysizlarmi? Getji kanaliga xush kelibsizlar. Hop, bugungi videoroligimiz yana o'sha sizlar yoqtiradigan Dream League o'yinini akkaunt kuchaytirish videosi bo'ladi. Hop, mana akkaunt ko'rishinglar mumkin. Ancha full holatga kelib qolgan. Biz hozir yana Ronaldoni full qilamiz. Keyin oxirida yana bir nimalar qilamiz. Oxirigacha ko'rsanglar bo'lib olasizlar. Hop, bo'lmasa biz videomiz boshladik. Sizlar like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bitta 3 sekundlik shu like bosib podpishka qilishinglar men uchun katta motivatsiya bo'ladi. Shunaqa videolarni ko'proq chiqarib turishimga, xo'p bo'lmasam transferdan Yamal kelgan. To'g'ri, o'zimiz skautni ochganmiz. Yamalni olamiz. Yamalni ham kuchaytiramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ilohim 6 ta 100 chiqarish nasib qilsin. Lamine Yamal. Dilasa lekin vashi neger qo'rib-ku Yamal, sal oqroq. To'g'ri bo'ladi. Rasmini qaranglar, rangini qaranglar. Yamal ancha skautdan arzonroq kelgan. Xo'p, bo'lmasa birinchi o'yinchilarni sotib olamiz. Oppoq o'yinchini. Fitnessga sotib olsak ham bo'ladi. Bitta Dimas ko'k o'yinchini ochib ko'ramiz. Qani kim chiqar ekan? Agar normalroq o'yinchi tushib qolsa, o'ynatamiz. Argentinalik. Agar bo'lmaydigan tufti o'yinchi tushsa, sotib olamiz. Hop. Paslar 72, shu 73-74 orasida kelsa kerak sotib olar ekanmiz. Mayli, oxirigacha ko'ramiz. Kep qilmasdan 73 ball control qopda boshqarish 70 ekan. Shuncha 79-78 lik o'yinchilar bor lekin bu futbolchi tushdi. Mayli, sotib olamiz. Hop, bo'lsa biz akkaunt kuchaytirishni boshlaymiz. Sizlar like bosib, obuna bosib qo'yinglar ungacha. Hop, Rare kuchaytirishdan bosamiz. Dembeleni kuchaytiramiz. Staminaga keyin taklingga beramiz. Takling sal ko'proq kuchaytirsak lekin yaxshi bo'lardi. Qani 100 bo'lar ekan staminasi? Yo'q, 98 bo'lib qoldi. Yana bir marta kuchaytiradigan bo'lsak 100 bo'lar ekan. Mayli, bizda 5 ta olmos bor. Qani, oldin o'yinchilarni qo'yib qo'yaylik-chi. Qaysi o'yinchilar bor kuchaytirishga? Pedri 3 tasini kuchaytirish kerak. Uchalasiga ham texnika emas, fitness bersa yaxshi bo'lar, lekin texnikadan legendarniy mana. Raredan boshlaymiz. Ronaldoga tushdi, yaxshi. Ronaldoga ko'proq berish kerak bu kuchaytirishdan. Oddiy kuchaytirishlarni beraveramiz, kichkinasini. Tez beraversak yaxshi bo'lar lekin. Hop. Ko'k beraymikin, ha? Ko'k bersam Ronaldo 91 full bo'larmikin? Nima qilsak, ko'k bersak full bo'larmikin? Yoki o'zi texnikaga beraversam musor kuchayib qoladi Ronaldo. Mayli, stadiondan kuchaytiramiz. Training center 300 ta olmosga. Qaysi taktika yaxshi? Ikkita taktika qolibdi o'zi. Menimcha grup 3 yaxshi, shuni sotib olaveramiz. Full katta fitness ham beraversak bo'ladi lekin Ronaldo full bo'ladi. Mayli, bersa beraveramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ronaldo full uji tezlanishi ancha yaxshi bo'ladi. Mayli. Hop, stamina 99 bo'lib qoldi. 100 bo'lganda ajoyib bo'lardi. Stamina emas, tezlanishlarga tushganda mayli. Yamal 87 bo'ldi.
Hop. Bittani kerak-ku, lekin bizga bitta o'yinchi kerak. Chunki bo'lmasam legendarniy texnika beradigan bo'lsak, o'zi minus bo'ladi-da bu. Bo'lmasam hozir videoni o'chirib turaman do'stlar. Bitta o'yinchi sotib olib, keyin yana qaytadan videoni yoqaman. Keyin oxirida kuchaytirib yuboramiz. Shuni bo'lmasam hozir vaqtinchalik videoni o'chirib turaman. Xo'p, hammaga salom do'stlar. Boya texnik nosozlikka ko'ra videoni o'chirib turgandim. Xo'p. Demak, yana bir futbolchini olib, yana videomizni davom ettiramiz. Rodrini olamiz. Rodri ham bo'ylari yaxshi, juda ham statistikalari yaxshi futbolchi. Har bitta komandaga kerak futbolchi bu. Nega boya ikkita futbolchini ham legendarniy agent emas, texnika beravermaydi desanglar. Chunki biz hali u darajaga yetganimiz yo'q. Boyvachcha bo'lib ketdi, unaqa darajaga yetganimiz yo'q. Shuning uchun oddiygina bir chekkada o'zimizning akkauntimizni ko'tarib yuraveramiz. Hop, kimlarni kuchaytirishimiz kerak? Hop, bo'lmasam oddiy kichkina fitnessni beramiz. Yamal tezligiga tushdi, yaxshi. Bitta legendarni beramiz. Hop, Yamal udariga tushganda yaxshi bo'lardi. Fitness beramiz. Bo'lmasam, chunki qolgan hamma futbolchilarga fitness kerak. Fitnessdan kuchaytirib yuboramiz. Pedri bilan Rodriga tushdi. Pedri deydi. Hop. Bo'lmasam, bugungi videomizda hop Ronaldoni full qildik. Ronaldoning statistikasi sal o'xshamay qoldi. Tezlanish 90 bo'lib, staminasi 99 emas, 100 bo'lganda ancha yaxshi bo'lardi. Hop, mana qolgan kuchaytirgan olgan futbolchilarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Hop, yanagi videolarda bundan ham ko'proq va bundan ham zo'rroq akkauntlarni kuchaytirishingiz mumkin. Shuning uchun sizlar like bosib, videoga obuna bo'lishi, kanalimga obuna bo'lishi esinglardan chiqarmanglar. Fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Hammaning fikringizni o'qib chiqaman, bitta o'qib chiqaman. Hop, bugungi videomiz yoqqan bo'lsa hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin.